Nemis psixoterapevti asli kelib chiqishi eronlik bo'lgan Nusrat Pezishkan insonlarda so'zdan keyin kelib chiqadigan kasalliklarni birinchilardan bo'lib isbotlab bergan. Demak, ular quyidagilar. Barchasi mening bo'ynimda. Osteoxondroz. Barchasi jonimga tegdi. O'smalar. Yuragimga qattiq oldim. Infarkt. Menga muammolar bosh og'riq bo'ldi. Migren kasalligi. Qonimni ichdi. Qon kasalliklari. Sabr kosam to'ldi. Gipertoniya. Eshitgim kelmaydi. Ovozini o'chir. Garanglik. Asabimni sinama. Depressiya. Hayotimda quvonch yo'q. Jigar o't qopi kasalliklari va semizlik. O'z-o'zini yeyish va birovlarning ishini hazm qila olmaslik. Yara kasalliklari. O'lgudek charchadim. Urologik kasalliklarni qayta rivojlanishiga sababchi bo'lar ekan. Demak, siz ham so'zlayotgan so'zlaringizga hushyor bo'ling. Barchangizni tanda joningiz sog' salomat bo'lsin. Hurmat bilan Inoyatulloh Andijoniy.